Assalomu alaykum, Uzum brendining aziz kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan Uzum bankdan bepul Uzum karta zakaz qilishni o'rganamiz. Buning uchun siz Play Market yoki App Store'dan Uzum bank ilovasini ko'chirib olasiz, ya'ni o'rnatasiz. Undan so'ng ilovamizning opitsaniyasida ko'rsatilgan link orqali kirib, xohlasangiz bot orqali, xohlasangiz ilovani o'zidan ro'yxatdan o'tasiz. Bu linkni qayerdan olishim mumkin deysiz? Ilovaning opitsaniyasida Uzum kartani bepul zakaz qilish yoki buyurtma berish deb yozilgan joydan so'ng link qoldirilgan. Shu linkni ustiga bosish orqali siz Uzum bankdan bepul Uzum karta olishingiz mumkin. Faqatgina shu linkning ustiga bosish orqali. Undan so'ng siz linkni ustiga bosasiz va sizda Uzum bank ochiladi. Undan so'ng mana shu ko'rsatilgan joyga raqamingizni kiritasiz. Bu QR kod, aytganimizdek boyagi QR kod. SMS xabar sizga keladi va kodni tasdiqlaysiz. Undan so'ng oferta bilan tanishib chiqasiz, oxirigacha o'tkazasiz va tasdiqlash tugmasini bosasiz. Undan so'ng parol qo'yasiz, ism yoki son, o'zingizning xohishingiz. Bu boshqa qurilmadan Uzum bankingizga kirish uchun kerak bo'ladi. Undan so'ng ilovaga kirish uchun PIN kod o'rnatishingiz kerak. 4 talik PIN kod. Bu PIN kodni o'rnatganingizdan so'ng PIN kodni takrorlashingiz kerak. Undan so'ng sizda barmoq izi qo'shaymi yo'qmi deydi. Albatta, xohishga qarab javob berasiz. Siz Uzum kartani buyurtma berishda xuddi faqat o'sha bizning linkimiz orqali buyurtma berishingiz kerak. Bundan so'ng sizdan shaxsingizni tasdiqlashingizni so'raydi. Men O'zbekiston rezidentimanni bosasiz. Undan so'ng sizning yuzingizni so'raydi. Yuzingizni kiritasiz. Men tashlab ketdim o'sha joyni. Undan so'ng yana telefon raqamingizga kod yuboriladi. SMS kod. Bu kodni kiritasiz. Bizning linkimiz orqali yoki mana shu ekranda boya chiqqan, o'tib ketib chiqayotgan QR kodni skaner qilish orqali siz Uzum kartani bepul buyurtma qilishingiz mumkin. Faqatgina shu link orqali. Undan so'ng kirish uchun siz pasport seriya raqamingizni yoki JSHR raqamingizni kiritasiz. Tug'ilgan kuningiz avtomatik kiritiladi yoki o'zingiz kiritishingiz kerak. Bizning kanalimizning opitsaniyasida ham botning manzili, linki, Uzum kartani bepul buyurtma qilish linklari mavjud. Ularni ustiga bosib bemalol buyurtma qilishingiz mumkin. Undan so'ng hozir davom etish tugmasi bosiladi va undan so'ng siz o'zingizga yaqin bo'lgan topshirish punktini belgilashingiz kerak. Mana xabarnomalarni yo'qasiz, albatta ruxsat berasiz. Undan so'ng karta chiqarilmoqda. Mana bu so'rovga ishlov bermoqdamiz joyi keyinchalik karta chiqarilmoqdaga o'tkaziladi. Undan so'ng siz rang o'sha so'rov degan joy rangi o'zgargandan so'ng ustiga bosib bemalol kartangizni qabul qilib olishingiz mumkin.